Assalomu alaykum hammaga. Yani chorva olami obunachilari. Hammalarga xayrli kun. Ozgina orada tanaffus bo'lib qoldi. Videolar qo'ya olmadik. Mol boqmayotgandik orada. Mana endi aholisi sekin-sekin pullarimizni yig'ib qo'ylarni sekin sotib mana sekin buqala qo'yamiz. Aholisi seni kuzatib tursanglar, qo'llab-quvvatlab tursanglar, unda aholisi bundan ham yangi chiroyli videolar chiqarib turishga harakat qilamiz. Sigirlarimizni sotdik. Do'kon ochdik, go'sht do'kon, to'y qildik. Xudo xolasa shularga sotib yaxshilik ishlatdik. Endi bu yo'g'ini sekin-sekin yana xudo xolasa mollarni ko'paytiramiz. Tovuqlar ham bor, tovuqlar ham anchagina ko'payib ketdi. Bitta qo'chqori bor. Hozir yemishini yeb yotibdi. Tak bu buqamizni Husniddin akani oldik. 23 millionga oldik. Xudo xolasa. Qo'chqorlarimiz. Bu qo'chamiz, qo'chqorlarni buqadan oldin kelgan. Buqaga ham bir oydan o'tib qoldi ozgina. Hozir orqa boshlari zo'r, chiroyli. Shunga yaxshisini tanlab oldim. 23 millionga oldim. Arziydimi yo'qmi? Kommentariyada yozib qo'yinglar, lekin xohlasa so'ysa ham bir so'zda go'shi bor, lekin go'shiga chaqib bo'lmaydi bularni. Dumalot to'g'ri narsa. Oynamga ham oldik 14 ta. Ularning ham videosini chiqaramiz. Endi bular to yetilguncha 1,5 yilmi qancha ketsa, xudo xolasa shuncha vaqt chiqaramiz. Xudo xolasa kuzatib borsanglar. Bittani 2 ta, 2 tani 4 ta. Oynam 14 tasini 30 ta, 50 ta, 100 ta qilamiz. Xudo xolasa bizani kuzatib borsanglar, hammasini ko'rasizlar. Yo'q, xudo xolasa videolarni qo'yib turamiz. Aktiv bo'lishga harakat qilamiz. Ko'pchilik Telegramdan yozdi, mollar nima bo'lyapti, otlar nima qilish kerak deb. Ko'pligiga javob bera olmadim. Ko'rayotganlar bo'lsa, mendan xafa bo'lmanglar. Ozgina o'zimizdan ishlar bilan kanalni rivojlantira olmadik. Endi bu yo'g'iga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Lekin mol temasi ham zo'r tema ekan, sigir tema. Sutga ishlab zo'r foyda qilsa bo'lar ekan, men qildim. Xudoga shukr. Yaxshi foyda bo'ldi. Endi majburlikdan pul kerak bo'ldi. Do'kon ochdik, to'y qildik, sotdik-da. Boshqa ilojimiz yo'q edi. Bu yo'g'iga xudo xolasa shularni video qilib turamiz. Ertaga endi og'animni fermasini chiqaramiz. Nechta buqasi bor, qanaqa boqilyapti, nimalar berilyaptganini. Bizanikilar siloski kepak bilan granulalarsiz beraman, 2 mahal. Qo'ylar ham shuni yeyapti. Buqa ham shuni yeyapti. Bitta qop silos bir kunga yetyapti 20 kilo. Uchtasi bir kunda bitta qop silos yeyapti. Yem yeyapti. Где-то bitta yeganda 1,5 kilo kepak, 1 kilolik granula yeyapti. 2,5 kilo atrofida narsa yeyapti. Yem yeyapti. Bunaqa yem zo'r bermaymiz, lekin silosni cho'tka qilib ko'p qilib beramiz. Kechgacha berguncha yeb yotadi. Qonlar to'q bo'lib. Ko'z temasin. Uni yomon emas. Mana yomon emas. Yana o'zingizlar bir baho berib qo'yasizlar. Ko'rinishlari baho berib qo'yasizlar. Itlar yaxshi. Qo'chqorlar ham kichkina qo'chqor emas. Kichkina qo'zi hali. Buni Qirg'iziston qo'zisi. 3,5 millionga oldim. 1,5 oy bo'lib qoldi. Hozir ham ko'p qo'za kerak, 37 ta, 35 ta go'sht qo'za kerak. Yo'llari uzun. Nargisi u sotilgan. Yaqinda so'yib beraman. Buqamiz holati. Ishlari zo'r, ko'z temasin.